Olam bir hammaga assalomu alaykum. Ramazon oyida muborak bo'lsin. Men Karimona Nargiz Abdullayeva, aynan eshitish zaiflik va bosh aylanish mutaxassisiman va batafsil ravishda akustik markazining maslahatchi. Ya'ni akustik markazi O'zbekiston miqyosida yakka bir markaz, hamma viloyatlarda o'zini vakilxonasini ochgan. Bu judayam muhim. Eshitish zaif insonlar va albatta bu unutmaymiz, qariyalar, keksa yoshdagi odamlar poytaxtga kelib qanaqadir yordam yoki oddiy bir boshqa tanal oksimetriya o'tkazish bu o'zi noo'rinlik. Albatta akustik markazlari o'zini vakilxonasini, filiallarini ochgandan keyin ancha xalq uchun katta qulaylik kelgan. Va men o'zim mutaxassis bo'lib 25 yildan beri shu sohada ishlar ekanman. Doim bunga urg'u beraman. Albatta har bir viloyat, hatto kerak bo'lsa tumanda ham shu eshitish faoliyatini tekshiruvlari kattalarda, kichkina bolalarda va albatta bu korreksiya, ya'ni eshitish zaifligini protezlash jarayoni o'tkazilishi, bu juda xalq uchun, eshitish zaif insonlar uchun bu katta yordam. Barcha akustik jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va albatta doim ko'pchilik mani shiorimni biladi. Quloq borki, eshitish lozim. Doim chiroyli kuylar, bulbul kuyin, o'zingizga qadrdon insonlarni shirin gaplarini eshitish kerak. Dunyoning barcha tovush kamalagidan baham bo'lish bu katta baxt. Men Karimona Nargiz Abdullayeva, tibbiyot fanlari nomzodi, Sehrli quloq akademiyasi loyiha tashabbuskori, audiolog, vestibullolog shifokor.